Lamin tezkor savollarni bor. To'liq ismi sharifli. Lamin Yamal Nazarboyev. Ayni paytdagi yaxshi sportchi. Messi. Agar qaytadan tug'iladigan bo'lsang, qaysi futbolchi bo'lishni istarding? Neymar. Barselonada o'ynamayotgan 3 ta yulduz. Musiala, Neymar, Savinho. Agar ulardan birini jamoaga taklif qilish kerak bo'lsa, faqat bittasini. Bilaman, hamma Neymar deyishimni kutyapti. Lekin Musiala, to'g'ri, uning shartnomasi bor. Sen eng qo'rqadigan hayvon kenguru. Eng kuchli tarafing futbol o'ynash. Eng katta kamchiligingchi uydagi ishlarni qilish. Savolni shunday deb boshlayman. Ba'zi bir jamoadoshlaring bu savolga Lamin Yamal deb javob berishgan. Aniqrog'i Pedri va Dani Olmo. Jamoangdagi qaysi futbolchi bilan bir kun ham yashamagan bo'larding? Mening javobim Gavi. Odam zoti Gavi bilan bir kun ham yasha olmaydi. Buning iloji yo'q. Yaqinda Kubarsi bilan bergan bir intervyuingni ko'rdim. U yerda sen ovqat tayyorlashni o'rganayotganingni aytding. Ovqat pishirish senga yoqar ekan va bizga qanday ovqat tayyorlab bergan bo'larding? Qovurilgan kartoshka va tovuq tuxumidan nuggets. Eng osoni shu. Kiyim almashtirish xonasidagi eng quvnoq personaj Gavi. Eng yaxshi ko'rgan emojing? Menimcha eng ko'p ishlatadiganim mana u kulib turgan shaytoncha. O'sha ko'proq o'zingga ham mos tushadi. Dam olish uchun boradigan shahring Madrid.